Yong'indagi eng zararli narsa nima? Svet yoqishimi? Yo'q, yong'in bo'layotgan paytida eng zarar bo'lib ketadigan narsa. Tutun, to'g'ri. Ikkitami? Tutundan himoyalanish uchun nima qilish kerak? Ho'lata bilan og'izni yopish kerak. To'g'ri. Plastmassa yong'inda nima qiladi? Eriydi. Eriydi va zaharli tutun Chiqaradi. chiqaradi. Kiyim yonib ketsa nima qilish kerak? Mana qoqish kerak. O'chadi. To'g'ri. Yana yerga dumalash kerak. Ha. Shunda tez o'chadi. Odamlarni yong'indan ogohlantirish uchun nima kerak? Signalizatsiya. To'g'ri. Yong'in qutqaruv mashinasi qutqaruv joyiga doim suv bilan keladimi? Ha? Yo'q. Ko'p. Yo'q. Wow. To'g'ri. Elektr yong'inni nima bilan o'chirish kerak? Suv shekilli. Yo'q. Yo'q. O'chirish kerak. Ha, nima bilan o'chirish kerak? Suv sepsa bo'lmaydi, yanada anaqa Uful. Yong'in tok o'tkazmaydigan narsalar bilan ushlab o'chirish kerak. qum bilan va quruq o't o'chirgich bilan o'chirish kerak. Ishtirok uchun rahmat.